هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İsra tefsiri 101. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İsra suresi 101. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Biz Musa'ga hakikaten 9 roşen mucize ata kıldık. Musa Firavunga ve onun kavmiga kelgan chaqda biz Musa'ga ulardan İsrail avladını qo'yib etishni so'ragan dedik. Firavun onunga: "Ey Musa, seni men cho'qim jadu qilingan deb o'ylayman" dedi. Musa: "Ey Firavun, bula yani 9 mucizeni faqat osmonlarning ve zaminning Rabbi mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen gerçi tilingda iqro qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilasan. Men seni ey Firavun haqiqatan halok bo'ladi deb o'ylayman" dedi. Firavun ularni Mısır zemininden çıkarıp etmekçi oldu. Biz Firavunni ve onun bilen billi boğanlarını hemmisini denizge g'arq qilib etdik. Firavunni g'arq qilib etgandan keyin biz İsrail avlodiga Mısır zeminida turinglar, ahiret va'disi yani qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabranglardan mashhargohga kafirlar bilen müminlerini aralaş ilip kelimiz dedik. Musa aleyhisselam'a verilgen 9 mucize. Allah Teala Musa aleyhisselam'a 9 mucize bergenlikinden haber verdi. O mucizeler Musa aleyhisselam'ın hakiki peygamber ikenlikini ve onun Firavunga peygamber kılıp evetilgen zat doğrusida bergen xabarlarda rastçıl ikenlikini köstüp berdiğen keskin paketlardır. İbn Abbas radıyallahu anhuma 9 mucize bolsa roşen mucizeler kılınıp evetilgen hasa, kol yani Musa aleyhisselam kolunu koynuğa silip çıkağanda kolunun ak bolup çıkışı, qahatçilik, denizning yerilişi, su apti, çeketke, pit, paqa ve kan apetleridir dedi. Muhammed İbni Ka'b 9 mucizeler bolsa Musa aleyhisselamның kolu, hasa, su apti, çeketke, pit, paqa, kan apetleri Yahudilarning suretinin özgürüp ketişi ve taştın suyun çıkışı qatarlıqlardır dedi. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mücahid, Ekrime, Şa'bi ve Katade qatarlıqlar 9 mucizeler bolsa Musa aleyhisselamның kolu, hasa, qahatçilik, meyvelerinin g'usulinin kemiyip ketişi, su apti, çeketke, pit, paqa, kan apetleridir dedi. Allah'a iman etişqa ularning gadan keçtiki yol qo'ymadi. Ular günahkar kavm bo'ldi. Yani Firavun ve onun adamları muşu mucizelerini görüp turupmu çoğunluk qilish yüzünden iman etmedi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Ular o ayetlerini ichida e'tirof qildi, lekin ular onu zulm ve tekabburlik qilish yüzünden inkar qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qaragan. Yani
u mo'jizalar ularga ta'sir qilmadi. Shuningdek, Qurayshlarning sendan talab qilgan narsalarni keltirib bersangmi, ular yana sening da'vatingga Alloh taolo xohlaganlaridan boshqasi javob qaytarmaydi va sana iymon etmaydi. Fir'aun Musa alayhissalom keltirgan mo'jizalarni ko'rib bo'lgandan keyin mundaq dedi: "Ey Musa, seni men cho'qim jadu qilingan deb o'ylayman." Biz Musaga haqiqatan 9 ro'shan mo'jiza ato qildik. Ya'ni bu oyatdagi mo'jizalardan olimlar yuqorida bayon qilgan 9 mo'jiza ko'z tutildi. Bu 9 mo'jiza Alloh taolaning tuvendagi oyatlarida bayon qilingan. Asonini tashlagan Musa asının go'yo ajdahadek tiz harakatlanayotganligini ko'rganda oqsig'i burilib chekindi. Keyniga, ya'ni qo'rqqanidan ajdahoga qariy olmadi. Alloh aytdi: "Ey Musa, qo'rqmagin. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. Lekin kimiki o'ziga zulm qilsa, ondan yomon amallarini yaxshi amalga o'zgarsa, men uningga nihoyat mag'firat qilg'uchidirman, nihoyat mehribondir. Qo'lingni qo'yningga sog'in. U hech qanday illatsiz oppoq bo'lib chiqadi. Bu mening Fir'aun va uning qavmiga elib berishing uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi." Alloh taolo bu oyatlarda hosi bilan qo'lini bayon qildi. Qolgan mo'jizalar bo'lsa A'rof surasida tafsili bayon qilindi. Musa alayhissalomga bulardan boshqa yana mo'jizalar berildi. Bular Musa alayhissalom hosi bilan toshni urganda uningdan suvning etilib chiqishi, bulutlarning soyibon qilinib berilishi, taranjibin bilan bo'dinining tushirilib berilishi va ulardan boshqa Isroil avlodi Misrdan ayrilib chiqqandan keyin berilgan mo'jizalardir. Lekin bu yerda bayon qilingan 9'u bo'lsa Fir'aun va uning Misrlikdan bo'lgan qavmi ko'rganlaridir. Alloh taolo bu mo'jizalarni ularga pokit asosida ko'rsatgan edi. Ular mo'jizalarga qarshilik ko'rsatdi, kofirlik qildi va inkor qilish yuzidan iymon etishdan tarsoqlik qildi. Shunga Musa alayhissalom Fir'aunga mundaq dedi: "Ey Fir'aun, bular ya'ni 9 mo'jizani faqat osmonlarning va zaminning Robbi mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen gerçi tilingda iqro qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilasan. Sen meni ey Fir'aun haqiqatan halok bo'ludi, men seni ey Fir'aun haqiqatan halok bo'ludi deb o'ylayman." Fir'aun va uning qavmining halok qilinganligi. Fir'aun ularni Misr zaminidan chiqarib etmoqchi bo'ldi. Ya'ni Fir'aun ularni Misr zaminidan yo'qotmoqchi bo'lgan edi. Biz Fir'aunni va uning bilan birga bo'lganlarni hammasini dengizga g'arq qilib etdik. Fir'aunni g'arq qilib etgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminida turinglar dedik. Bu sura hicretdan burun Mekke'de tushgan bo'lsa-mu, lekin bu oyatda payg'ambar alayhisalomga Mekkening fathi qilinib beriladiganligiga bishorat bor. Amaliyotda mu shunday bo'ldi. Chunki Mekkalik kofirlar payg'ambar alayhisalomni Mekkedan chiqarib etmoqchi bo'lgan edi. Alloh taolo bu haqda mundaq dedi: Yahudiler seni Medine zaminidan chiqarib etish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikka tas qoldi. Shundoq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozgina vaqt tura oladi. Ya'ni ozgina vaqtdan keyin halok bo'ladi. Bu sendan ilgari biz avatgan payg'ambarlarimizning tutgan yo'lidir.
Yani payg'ambarlarini orasidan haydab chiqargan har qanday ummatni halok qilish Allohning payg'ambarlari haqida tutgan yo'lidir. Tutgan yo'limizda o'zgarish topolmaysan. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni Makka ga mirosxo'r qildi. Shunga payg'ambar alayhisalom bir rivoyatga asosan Makka ga kuch bilan kirib, Makkiliklarni kuch bilan bo'ysundirib, ondan eg'ir besiqliq va keng qo'soqlik qilish yuzasidan ularni qo'yib o'tgan. Shuningdek, Alloh taolo bo'za qilingan Isroil avlodidan bo'lgan qavmni zaminning sharq taraflariga va g'arb taraflariga mirosxo'r qildi. Hamda ularni Fir'avnning shahriga, mollariga, ziroatlarga, meyvelarga va xazinalarga mirosxo'r qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Shundoq qilib ularni Bani Isroilga miros qilib berdik. Fir'avnni g'arq qilib o'tgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminida turinglar, oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabranglardan mashhargohga kofirlar bilan mu'minlarni oralash ilib kelamiz dedik. Ya'ni sizlarni va dushmaninglarni billa ilib kelamiz." İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Qatada va Zahhaq qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida hammanglarni ilib kelamiz deganlikdir dedi. Qur'onni biz haqiqat asosida nozil qildik. Qur'onmu haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil bo'ldi. Seni biz faqat xo'sh xabar berguchi, ogohlantiruvchi qilib avatdik. Qur'onni kishilarga doni o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Qur'onning haqiqatni o'z ichiga olgan holda bo'linib tushganligi. Alloh taolo ulug' kitobi Qur'ondan xabar berib, uning haqiqatni o'z ichiga olgan holda tushirilganligini bayon qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Yahudilar va Nasoralar sening payg'ambarligingga guvohlik bermasa, gunohi o'ziga. Lekin Alloh sana nozil qilgan Qur'on orqali payg'ambarlarga guvohlik berdi. Alloh Qur'onni boshqalar bilmaydigan o'ziga xos ilmi bilan nozil qildi. Ya'ni Qur'on Alloh taolo sana bildirmoqchi bo'lgan hukmlari, buyruqlari va to'sqan cheklamalardan iborat Alloh taoloning ilmini o'z ichiga olgan holda tushdi. Qur'onmu haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil bo'ldi. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Qur'on yaxshi qo'g'dalganlikdan sana saxta narsa aralashib qolmagan va kam ziyoda bo'lmagan holda tushirildi. Ya'ni Qur'on haq asosda sana yetib keldi. Chunki Qur'onni payg'ambar alayhisalomga kuchlik, ishonchlik, martabalik farishtalar, uningga itoat qiladigan farishta, ya'ni Jibril alayhisalom elib tushdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, seni biz faqat xo'sh xabar berguchi, ogohlantiruvchi qilib avatdik. Ya'ni sana bo'ysungan mu'minlarga xo'sh bishoratchi va sana osiylik qilgan kofirlarni ogohlantiruvchi qilib avatdik. Qur'onni kishilarga doni o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Bu oyatda ikki xil qiroat bo'lib, birinchi xil qiroatga asosan bu oyatning ma'nosi biz Qur'onni hamma narsalar xotirlangan taxta lavhul mahfuzdan ayirib chiqib, uni birinchi osmondagi Baytul Izza degan uyga tushirdik. Ondan Qur'on u yerdan yuz bergan ishlarning jarayoniga qarata bo'linib 23 yil ichida payg'ambar alayhisalomga tushdi deganlik bo'ladi. Bu ma'noni Ikrima
İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet kıldı. İkinci xil qiraatga asasen bu ayetning ma'nosi Qur'onni kishilarga yetkazishing va o'qib berishing uchun uni bo'lib ma'nosi ochiq oyat qilib tushirdik. Uni birining keyindan parcha qilib tushirdik deganlik bo'ladi. Bu ma'nomu İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet qilindi. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar, mayli, chunki Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar, mayli, chunki ishonishinglar uningga kamolat, ishonmasliginglar uningga nuqson ilib kelmaydi degan. Şübhəsizki Qur'on nazil bo'lishdan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarida ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. Ular Rabbimiz pakdir, Rabbimizning va'dasi cho'qim o'rlanadi deydi. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqildi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmu tazarru qildi. İlgirki ummatlardan bo'lgan ilmli kishilarning Qur'onning haq ekanligini e'tirof qiladiganligi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni o'zining mushu katta Qur'onni ilib kelgan kofirlarga mundaq deyishga buyurdi. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar, mayli, chunki ishonishinglar uning kamolat, ishonmasliginglar uning nuqson ilib kelmaydi degan. Yani sizlar Qur'onga iymon etinglar yoki etmanglar, baribir u Alloh taolo tushirgan va uning ismini burunqi zamondan boshlab ilgiriki payg'ambarlarga tushirgan kitoblarida tonishtirib kelgan haqiqatdir. Shubhisizki Qur'on nozil bo'lishidan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarda ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. Yani ilgari kitob berilganlarning ichidan kitoblarini ching tutganlarga kitobining hukmlarini almashtirib etmasdan ve o'zgartib etmasdan amal qilganlarga bu Qur'on o'qib berilsa, ular Alloh taoloning o'zlariga mush Qur'on tushgan payg'ambarni ko'rish ne'matini berganligiga shukr qilish yuzidan darhol Alloh taologa sajda qilishga bordi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Rabbimiz pakdir. Yani ular Alloh taoloning kamolatga yetgan qudratini va ilgirki payg'ambarlarning tili orqali Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatishga bergan va'dasiga xiloflik qilmaganligini ulug'lab va hurmatlab mundoq deydi. Rabbimiz pakdir, Rabbimizning va'dasi cho'qim o'rlanadi. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqildi. Yani ular Alloh taologa yalvurgan, uning kitobiga va payg'ambariga iymon etgan va ishongan holda sajda qilishga yiqildi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmu tazarru qildi. Yani Qur'onni anglash bilan ularning Allohga bo'lgan iymoni va bo'ysunishi texmu oshidi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Hidayet tapqanlarni Allah texmi hidayet qildi. Ularga taqvodorlikning mukofotini berdi. Subhanalloh. Allah deb atsanglarmı bo'ladi, Rahman deb atsanglarmı bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degan. Namozingda qiraatni mushriklar anglab qilish sana aziyat yetkazmasligi uchun yuqori ovoz bilanmi o'qimag'in. Mu'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilanmi o'qimag'in. Ularning orasida o'ttir yo'l tutqin. Aytqinki
Cimi hamda sana balası bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida shirki bo'lmagan, xorliqdan qutulish uchun do'stiga muhtoj bo'lmagan, ya'ni xor bo'lmagan, yordamchiga muhtoj bo'lmagan Allohga xosdir. Allohning mukammal ravishda ulug'lig'in. Allah Teala'nın güzel isimleri bor ekanlik. Allah Teala peygamberini Allah Teala'nın rahmet sübtinin barlığını inkar kılgan ve Allah Teala'nı Rahman degan isim bilen ataşını çekligen kafirlarga mundaq deyişki buyurdu. Allah deb atsanlarmı buludu, Rahman deb atsanlarmı buludu. Qaysini atsanlar hemmesi yaxşıdır. Çünkü Allah'ın nurgun güzel isimleri bor degin. Yani Allah Teala'nı Allah degan isim bilen atsanlar buludu. Rahman degan isim bilen atsanlar buludu. Çünkü Allah Teala çıraylık isimleri bilen zattır. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Allah'tan başka hiç ma'bud berhaq yoktur. O yoshurunni oshkorini bilgichidir. O nihayeti şefqatlikdir. Nihayeti mehribondir. Yani dünya ve ahirette keng rahmet igisidir. Allah'tan başka hiç ma'bud berhaq yoktur. O mutlak padişahtır. Yani bütün mahlukatının malikidir. Paktır. Yani hemme nuqsandan paktır. Müminlerge salametlik bağışlıqçıdır. Dostlarını qo'rqinishdan, azobdan emin qilg'uchidir. Hemmini ko'z tutturg'uchidir. G'olibdir. Qahr qilg'uchidir. Ulug'luq egisidir. Müşriklarning şirik keltirgan narsalaridan pokdir. Allah hemmini yaratquchidir. Yo'qlikdan paydo qilg'uchidir. Hamma narsaga surat, shakl berishlig'ichidir. Eng chiroyli ismlarga egidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningga tasbih etib turadi. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Mekhul mundaq deb rivoyat qiladi. Mushriklardan bir kishi payg'ambar alayhisalomning sajdada turib, "Ey Rahman, ey Rahim" deb tilak tilayotganligini anglab, bu ikki zotni chaqirib turib, bir zotni chaqirman deb gumon qiladi dedi. Shuning bilan Alloh taolo Allah deb atsanglarmı boludu, Rahman deb atsanglarmı boludu, qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Çünkü Allah'ın nurgun güzel isimleri bor degan oyatni tushirdi. İbn Abbas radıyallahu anhumadan bu haqda shundoq rivoyat qilindi. Bu ikki rivoyatni Ibn Jarrir rivoyat qildi. Qiroatni o'tir hal ovoz bilan qilish kerakligi. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib sana aziyat yetkazmaslik uchun yuqori ovoz bilan o'qimag'in. Mu'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilan o'qimag'in. İmam Ahmad İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat payg'ambar alayhissalom Makkada yoshirinib turgan vaqtida tushgan edi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga namoz o'qib berganda Qur'onni yuqori ovozda o'qiydi. Mushriklar Qur'onni anglab qolsa, Qur'onni uni tushirgan zotni va uni elib kelgan kishini tillaydi. Shuning bilan Alloh taolo payg'ambariga mundaq dedi. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib, sana aziyat yetkazmaslik uchun yuqori ovoz bilan o'qimag'in. Mu'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilan o'qimag'in. Ularning orasida o'ttir yo'l tutgan. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qildi. Bu haqda Zahhakmu Ibn Abbas radıyallahu anhumaning shundaq deganligini rivoyat qildi va payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilib borgandan keyin bu hukm amaldan qoldirildi. Payg'ambar alayhissalom qiroatni xohlagancha o'qiydigan bo'ldi degan so'zni qo'shib qo'ydi. Muhammad ibn Ishaq Ibn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom namozda turib Qur'onni ovozli o'qisa, kofirlar payg'ambar alayhissalomning qijidan ketishadi va
Peygamber aleyhisselamның qıraatini anlaşqa unumaydı. Bir kişi Peygamber aleyhisselamның namazda turup okugan Kur'an'ını anlamakçı bolsa, uladın yoşurun kelip uğurluqçı anlaydı. Eğer o kişi ulanın özünün Kur'an anlavatqanlığını körüp qalğanlığını bilip qalsa, ulanın yamanlıq qilishdan qo'rqib Kur'an'ını tanışmay ketip qaladı. Eğer Peygamber aleyhisselam avazını pes qılıp alsa, Peygamber aleyhisselamның qıraatini tanışmakçı bolğanlar anlay almay qaladı. Şunun bilen Allah Taala namazında qıraatini yuqori avaz bilen oqumag'an, ya'ni unda qilsang mushriklar anlab qilib qishingdan ketib qalmıson. Pes avaz bilen oqumag'an, ya'ni unda qilsang ulardan qıraatini o'g'irliqchi tanışmakçı bolğanlar anlay almay qalmıson. Pes avaz bilen oqumag'anlığın sebebinden ular Kur'an'ı tanışap bazı günahlarga pişayman qilib uningdan yenishi mumkin. Ularning orasida o'ttir yo'l tutgan. Ikrima ve Hasan Basri bu haqda shundoq dedi. Qatada bu oyat namoz o'qiganda qilinadigan qiroat to'g'risida tushgan dedi. İbn Mas'ud pes ovoz bilanmi o'qimag'in degan oyatning ma'nosi tanışmakçı bo'lgan kishi uchun Qur'onni pes ovoz bilanmi o'qimag'in deganlikdir dedi. Allah Taolani bir deb bilish aqidasining bayoni. Allah Taala yuqorida o'zining chiroyli ismlari borligini bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda o'zini hamma kamchiliklardan paklab mundoq dedi. Aytqinki, Cemi hamd sana balası bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida shirki bo'lmagan Allohga xosdir. Allah Taala mundoq zotdir. U birdir, hamma uningga muhtojdir. U balı tapqanmı emas, tug'ilganmi emas. Hech kishi uningga tengdosh bo'la olmaydi. La ilaha illalloh. Cemi hamd sana xarlıqdan qutuluş üçün dostuğa muhtaç bolmagan, yani xar bolmagan, yardımcıga muhtaç bolmagan Allah'a xasdır. Yani Allah Taala dostqa yoki vazirga va yoki maslahatchiga ehtiyojli tushib qoladigan hojatman emasdir. Aksicha Allah Taala hamma narsalarni shiriksiz o'z yolg'izli yaratgan. Ularni orunlaştırgan ve şiriksiz özünün yalğız xohishi bilanla taqdir qilib bekitgan zotdir. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida Allah Taala hech kishi bilan ahdi tuzishmadi ve hech kishining yordamini talab qilmadi deganlikdir dedi. Allohni mukammal ravishda ulug'lig'in, ya'ni o'zlariga uvol qilganlar ve haqdan halqib ketkichilarning degan so'zlaridan Allah Taolani mükemmel ravishda ulug'lig'in ve katta bilgin. İbn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida Qurazining mundoq deganligini rivoyat qildi. Yahudi ve Hristiyanlar Allah Taolaning balasi bor deydi. Arablar chaqiriqinga chin dilimdan rozilik bilan kelaman. Ey Allah, sen onunğa ve onun igidarçılıqidagi narsaga igidarçılık qiladigan bir shirkingdan boshqa shirking yo'q deydi. Farishtalarga, yulduzlarga cho'qing'ichilar ve o'tparastlar. Agar Allah Taolaning do'stlari bo'lmagan bo'lsa, albatta Allah Taala xor bo'ladi deydi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Şunun bilen Allah Taala aytqinki, Cemi hamd sana balası bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida shirki bo'lmagan, xorliqdan qutulish uchun do'stga muhtoj bo'lmagan, ya'ni xor bo'lmagan, yordamchiga muhtoj bo'lmagan Allohga xosdir. Allah'ni mükemmel ravishda ulug'lig'in degan oyatini tushirdi. Elhamdülillah
Alloh şükürler bo'lsin. Yuqorida İsra suresi tafsirining oxirigacha angladinglar. İnşallah kelar qitimda sura Kahf tafsiridan 1-oyatidan boshlab o'qiymiz. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.